AQShning qo'llab-quvvatlashi oqibatida Meksikaning 8 shtatida zo'ravonliklar avj oldi. Qo'shma Shtatlar hukumati Meksikada El Mencho nomi bilan tanilgan narkobaronning o'ldirilishini buyuk voqea deb atamoqda. Meksikada bir kechada ro'y bergan voqea tafsilotlari zamonimizda. Meksikada eng ko'p qidirilgan va eng qudratli narkobaronlardan biri El Mencho nomi bilan tanilgan Nemesio Oseguera yakshanba kuni uni hibsga olish bo'yicha o'tkazilgan maxsus harbiy operatsiya vaqtida vafot etdi. Shundan so'ng Meksikaning bir nechta shtatlarida kartel a'zolari tomonidan yo'llar to'sildi, biznes obyektlariga o't qo'yilgan va xavfsizlik kuchlariga hujum qilgan. Mudofaa vazirligiga ko'ra 60 yoshli Oseguera Jalisco shtatidagi Tapalpa shahrida o'tkazilgan maxsus kuchlar amaliyotida yaralangan. U qo'lga olingan vaqtidan keyin vafot etgan. Uning jasadi yakshanba kuni Milliy gvardiya kuchaytirilgan qo'riqlov ostida Mexiko shahriga olib kelingan. Maxsus reyd AQSh harbiylari yetakchiligida amalga oshirilgan. Reuters avvalroq amaliyotda AQSh harbiylari yetakchiligidagi yangi ishchi guruh ishtirok etgani haqida xabar qilgan edi. Oq uy matbuot kotibi Karolin Levitt AQSh razvedka ma'lumotlari bilan yordam berganini tasdiqladi va Tramp ma'muriyati Meksika armiyasining hamkorligi hamda muvaffaqiyatli operatsiyasi uchun minnatdorlik bildirganini ma'lum qildi. Notinchlik vaqtida AQSh o'z fuqarolariga uyda qolish bo'yicha ogohlantirish bilan chiqqan. Meksika prezidenti Claudia Sheinbaum Pardo aholidan xotirjam bo'lishni so'radi va mamlakatning aksariyat hududlarida hayot odatdagidek davom etayotganini bildirgan. El Mencho asos solgan Jalisco yangi avlod karteli so'nggi yillarda Meksikadagi eng ta'sirli jinoyat tuzilmalaridan biriga aylangan. Kartel narkotrafikdan tashqari yoqilg'i o'g'irlash, tovlamachilik, odam savdosi va murakkab moliyaviy firibgarlik sxemalari bilan ham shug'ullangan. Tashkilot G'arbiy Meksikaning chekka hududlarida hujumlardan, dronlardan foydalangani bilan ham tanilgan. 59 yoshli sobiq politsiyachi El Mencho AQShga katta miqdorda kokain, metamfetamin va fentalin olib kirgan va yirik jinoiy tarmoqlarni boshqargan. AQSh davlat departamenti uni qo'lga olishda yordam beradigan ma'lumot uchun $15 million mukofot va'da qilgan edi. Meksika mudofaa vazirligi operatsiya maxsus kuchlar tomonidan rejalashtirilib amalga oshirilganini ma'lum qildi. Harbiy havo kuchlari va Milliy gvardiya ham jalb etilgan. Amaliyot davomida bir nechta bronetransport transport vositalari va qurollar, jumladan raketa otkichlar musodara qilingan. Urush maydonidagi holat Osegueraning o'limi haqidagi xabarlardan so'ng kamida 6 ta shtatda kartel a'zolari o't qo'yilgan avtomobillar bilan avtomagistrallarni to'sib qo'ydi va qator korxonalarni ham yoqib yubordi. Fuqarolar o'limi qayd etilmagan. Puerto Vallarta kurortida sayyohlar ijtimoiy tarmoqlarda hududni urush maydoniga o'xshatib qora tutun osmonga ko'tarilganini yozdi. Air Canada, United Airlines, Aeromexico va American Airlines aviakompaniyalari hududga parvozlarni vaqtinchalik to'xtatdi. AQSh davlat kotibining o'rinbosari avval Meksikada elchi bo'lib ishlagan Christopher Landau Osegueraning o'ldirishi AQSh va Meksika, shuningdek butun Lotin Amerikasi uchun buyuk voqea ekanini bildirdi. Shuningdek, u El Menchoni eng qonxo'r va shafqatsiz narkobaronlardan biri deb atagan. Yanvar oyida AQSh tomonidan Venezuela prezidenti Nicolas Maduro qo'lga olingandan so'ng Donald Trump kartellar Meksikani boshqarmoqda deb aytgan edi va endi kartellarga qarshi quruqlikda zarba berishni boshlaymiz deya ogohlantirgan edi. Meksika prezidenti Claudia Sheinbaum kartellarga qarshi kurashda AQSh bilan hamkorlikni kuchaytirishni ma'lum qildi. Shu bilan birga u Meksika suverenitetini himoya qilishini ta'kidlab, AQShning Meksika hududini bir tomonlama harbiy harakatlarga qarshi ekanini bildirdi. AQSh narkotiklarga qarshi kurash agentligining sobiq xalqaro operatsiyalar rahbari Mike Vilgi bu amaliyotni narkotrafik tarixidagi eng muhim harakatlardan biri deb ta'rifladi. El Menchoning yo'q qilinishi prezident Sheinbaum uchun kartellarga qarshi kurashda muhim siyosiy yutuq hisoblanmoqda. Bu shuningdek AQSh prezidenti Donald Trump bilan munosabatlarni kuchaytirishi mumkin. El Mencho boshchiligidagi kartel dastlab 2010-yilda Jalisco hududida kuchaygan bo'lsa, hozir butun Meksika bo'ylab tarqalgan. AQShning narkotiklar bilan qarshi kurash agentligi uni Sinaloa kartel bilan teng kuchli deb hisoblamoqda. Tashkilot AQShning 50 ta shtatida faol harakatlanmoqda. Jalisco yangi avlod karteli AQShga giyohvand moddalarning asosiy yetkazib beruvchilaridan biri bo'lib, fentanil ishlab chiqarishda milliardlab daromad olib kelgan.
2017-yildan boshlab Nemesio Aseguera Cervantes AQSh tomonidan rasman qidiruvga berilgan. 2022-yil 5-aprel kuni AQSh sudi unga nisbatan yangi ayblovlarni qo'yadi. Unda elmencho metafetamin, kokain va fentanilni AQShga noqonuniy olib kirishni tashkil etganlikda, bu giyohvand moddalarni tarqatish bo'yicha til biriktirishda, narkobiznes bilan bog'liq qurolli jinoyatlarda ishtirok etganlikda ayblagan. Shuningdek, u xalqaro miqyosdagi doimiy jinoyat tarmog'ini boshqargan. Ya'ni yillar davomida narko savdodan iborat katta jinoiy imperiyani yuritgan degan ayblov ham qo'yilgan. AQSh bojxona va chegara xizmati ma'lumotlariga ko'ra 2024-yil oktyabrdan beri AQShda 4182 kilogramm fentanil musodara qilingan. Shundan 90% Meksika bilan janubiy harbiy chegarasi ushlangan. Kanadaga tutash shimoliy chegarada esa 1% dan kam qismi aniqlangan. Qolganlari esa dengiz yo'llari yoki boshqa nazorat punktlari orqali Qo'shma Shtatlarga kirayotgan vaqtida qo'lga olingan. Voqealarni zamonimizda kuzatishda davom eting va bizning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang.